81-masala. Agar DNKda adeninlar sitozinlarga qaraganda 20% ga ko'proq bo'lib va adeninlar soni 1050 ta bo'lsa, DNKdagi guaninlar sonini aniqlang. DNK zanjirini chizib olamiz va bu yerda e'tibor qiladigan jihatimiz adeninlar sitozinlardan 20% ga ko'proq deyilyapti. Shuning uchun sitozinlarni x% deb qabul qilsak, adeninlar x qo'shilgan 20% bo'ladi. Va timinlar ham x qo'shilgan 20%, guaninlar x% bo'ladi. Jami DNK 100%. Tenglama tuzib olsak, x qo'shilgan 20% adenin, x qo'shilgan 20% timin, x% guanin, x% sitozin, jami 100%. Tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x 15% kelib chiqadi. Ana endi bizda adenin soni berilyapti. 1050 tani tashkil qilyapti adenin soni va adeninning foizi x qo'shilgan 20%. X 15% chiqqani uchun 20% ga qo'shib olsak, 35% adenin tashkil qiladi. Jami 1050 ta adenin 35% ni tashkil qilsa, bizdagi guaninlar 15% edi. 15% ni topadigan bo'lsak, 450 ta guanin kelib chiqadi. A javob.